Assalomu alaykum, bizni kuzatib borish qadrli obunachilar. Xudo xolasa Asaka tumani Qadim qishlog'ida kichkinagina do'kon qilib berdik do'stlar. Fasad qismlariga tunikafon qilib berganmiz, patolog qismlariga hamda tarnovlari bilan barcha rasxotlar ichida 8,5 million so'm evaziga xudo xolasa shu yerga yarashadigan romlariga patsvet qilib oq rangiga mokroyadan foydalanganmiz. Inshaalloh go'zal qilib bitkizib berdik. Taylarga esa mana g'ishli fasonda qilib berganmiz. Birov tepsa ham, urinsa ham xudo xolasa bukilmaydi. Skromiy variant qilib berganmiz, avtozapchasi bo'lar ekan. Shu xudo xolasa shu do'konga yarashadigan qilib inshaalloh qilib berdik do'stlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Tunikafon ba'zi jamoasi ishonchli tanlov do'stlar. Arzon narxlarda sifatli tunikafonlarni uyingizga barcha rasxotlar ichida 120 ming so'mdan 135 ming so'mgacha tunikasiga qarab qilib bermoqdamiz. Bemalol murojaat qiling. Sizdan bir mahal obed, qolgan barcha rasxotlar o'zimizdan bo'ladi do'stlar. Inshaalloh uyingizga chiroyli holatda qilib beramiz. Bemalol murojaat qiling. Albatta vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Musofirdan kuzatib boruvchi qadrli do'stlarimiz ham shu ekranda chiqib turgan nomerlarga murojaat qiling. Telegram, WhatsApp, email barchasi ishlab turibdi. Bemalol uyingizni razmerlari bo'lsa ham xudo xolasa yozib qoldirsangiz biz xuddi shunaqa tunikafonga hisoblab chiqarib beramiz. Inshaalloh xuddi shunaqa go'zal holatda qilib beramiz qadrdonlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.